Assalomu alaykum. Bu darsimizda koordinatalar haqida gaplashib, ularni o'rganib olamiz. Ulardan avval men bitta narsa qilmoqchiman, ya'ni kursorimni rangini hamda hajmini ozgina kattalashtiraman, chunki bu ancha qulaylik tug'diradi. Buning uchun o'tganidek parametrlarga kiramiz hamda sveta menyusidan mana bu yerga perekressiya bor, ya'ni bizlarning kursorimiz. Shuni menga qizil ko'proq yoqadi, shuning uchun qizilga qo'yaman. Bundan keyin razmer perekressiya bor. Bu emas, ya'ni ko'rsatkichni razmeri. Mana выборdan mana buni ham salgina kattaroq qilaman hamda применить OK. Bo'ldi, qizil rang chunki yaxshiroq ko'rinadi. Demak, koordinatalarga qaytamiz. Koordinatalar bu AutoCADning faylining chizmaning absolyut noli hisoblanadi. Ya'ni koordinatalar faylning mana bu nol hisoblanadi. Undan o'ng tomonga x o'qi, tepa hamda pastga y o'qi, uch qirrali ya'ni tepaga 3D deb hisoblaydigan bo'lsak, tepaga z o'q hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu tomon x o'qi, bu yer minus x, tepa y, bu yer minus y hamda z tepa, past hamda balandlik bu z o'qi hisoblanadi. Eski holga qaytamiz. Demak, bizlar chizayotgan paytda ana shu yer 0 dan boshlab chizamiz. Shuni maslahat bergan bo'lardimki, har doim koordinatalardan uzoqlashmasdan turib chizishga harakat qiling. Chunki har qancha uzoqlashsangiz, shuncha faylingiz qotib qolishi mumkin. Demak, koordinatalar bilan ishlash qanday bo'ladi? Koordinatalar bilan ishlashdan oldin yana bitta narsani proverka qilishingizni so'rardim. Buning uchun har qanday narsa yozasiz. Masalan, agar sizda ana shu menga kabi ekranni ustiga yozayotgan bo'lsa, komandni strokaga emas, ekranga yozayotgan bo'lsa, F12 tugmasini bosishingiz kerak. Endi qaytadan yozaman. Endi ko'rib turgan bo'lsangiz, pastki qismga yozayapti. Buni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Bu dinamический ввод hisoblanadi. Demak, pastga yozayapti. Dinamический ввод bizlarda o'chirilgan. Demak, koordinatalar yordamida chizish uchun keyingi ishlarni qilib o'tish kerak. Misol uchun, poliliniyani olaman hamda men absolyut koordinata, ya'ni chizmamning absolyut koordinatasini ko'rsatishim kerak. Hozirda mening absolyut mana bu 5 ta nuqta bo'yicha chizishimiz uchun men birinchi nuqtani koordinatalarini ko'rsatishim kerak. Sizlarga qulay bo'lishi uchun mana bu raqamlar yordamida koordinatalarni yozib chiqdim. Birinchi nuqtamiz, ya'ni minus x o'qi bo'yicha minus 25 ta turibdi. Mana bu 30 bilan 20 ni o'rtasi, y o'qi bo'yicha minus 10 da turibdi. Demak, koordinatalarni yozish paytida bizlar avvaliga x o'qi bo'yicha, keyin y hamda keyingi oxirida z o'qi bo'yicha, ya'ni 2D z ishlatmaymiz. Buni 3D proyektirovda qilishimiz mumkin. Hozirda esa bizlar 2 marta, ya'ni x hamda y o'qi bo'yicha yozishimiz kerak. Demak, buni amalga oshirish uchun avvaliga minus 20 yozaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, poliliniyani avval tanlayman hamda absolyut koordinata, ya'ni minus 20 hamda ularni vergul yordamida ajratib, keyingi koordinata y bo'yicha minus 10 koordinatasini yozaman. Hamda 20 bo'lib ketdi, hamda enter tugmasini bosaman. Minus 25 qilishimiz kerak edi. Qaytadan minus 25 x o'qi bo'yicha vergul minus 10 y o'qi bo'yicha hamda enterni bosaman. Birinchi nuqtamiz tayyor. Keyingisi bu ko'ramiz hozir. X bo'yicha minus 10, y bo'yicha 20 ni o'zi. X dan ya'ni minus 10 ni bosamiz, vergul yordamida ajratib 20 ni o'zini bosamiz. Chunki y imiz musbat tomonda turibdi. Ikkinchi nuqtamiz ham tayyor. Keyingisi bu x bo'yicha plus 1, plusni yozish shart emas. Y bo'yicha minus 10. Plus 5 bu 5 ni o'zini yozamiz. Vergul bilan ajratib minus 10 ni yozamiz.
Keyingisi ham tayyor. Keyingi nuqtamiz bu x hamda y bo'yicha bir xil son, ya'ni 20. Ularni vergul yordamida ajratib yozamiz. Keyingisi hamda oxirgisi bu x bo'yicha 35, y bo'yicha -10. Demak, 35 virgul -10. Okey. Hamda oxirida interni yoki probelni bosishimiz kifoya, chizishni tugatish uchun. Demak, absolyut koordinatalar bilan chizishni o'rganib oldik. Ish jarayonida juda ham qo'l kelishi mumkin. Ko'pchilik, shuni aytadigan bo'lsam, ko'pchilik koordinatalar bilan ishlashni bilmaydi, lekin ularni bilish sizning ish jarayoningizga ancha qo'l keladi. Demak, absolyut koordinatalar shulardan iborat.